Parses ko'chasi, mana parkni eshigini to'g'risidan mana shu ko'chadan kirib kelsa bo'ladi. Bu tarafimiz Gagarin ko'chadan kirib kelsa bo'ladi. Mana shu 53-bog'cha. To'g'rimizda 42-maktab. Bog'cha, maktab, sadik va mana shu yerga parkni o'zi ham yaqin. Mana shu domimizda Zolotoy etajda 2-qavatda Srochniga bitta uyimiz chiqqan, hozir ichkaridan obzor qilamiz. Ras uyga kirganimda gapni to'g'risi maza qilib Skvoznoy planirovka, kattalar uchun yotoqxona bu tarafda, bu taraf bitta zal qismi bo'lyapti va kuxunini balkonga chiqarib mana shuni 3 ta xona qilgan. Bu detskiy qilgan. Har bitta xonasiga trezasi bor. Mana bu yerga kuxunada mana shu sharoit. Ya'ni to'g'risi bilasizlar, vokzal territoriyada parkka Başka bir yerda gaz zo'r, qishda gaz zo'r, qishda ham yozda ham gaz zo'r. O'zini garderob zonasi do'stmanli divan. Remonti o'rtacha, zakonda remont qilgan, hech kim buni dabdala qilmagan hali chotki turibdi. Bu esa opsiyamizni krivish mashinasigacha bor. Mana shu xona kimga qiziq bo'lsa 61 ming, yana ozgina savdosi bor. Mabodoga 61 ming pulim yo'q, 40 ming, 45 ming pulim bor desalaringiz, ipoteka ham iloji bor.